Piyozni halqa qilib to'g'rang. Qozonda qaynatib oling va dorixonaga yurishni to'xtatasiz. Biz butun umr dorixonaga yuguramiz. Aslida esa super vosita muzlatkichimizda turibdi. Kerak bo'ladigani bitta katta piyoz va yarim litr suv. Suv quyib 10 daqiqa qaynatamiz. Piyoz qaynab bo'lgach o'chiramiz va stakanga suzib olamiz. Qarang, stakanimizni olib sitadan o'tkazamiz. Bizga faqat sharbat kerak. Piyozning o'zi umuman kerak emas. Suzib oldik. Keyin 1 choy qoshiq raps yog'i qo'shamiz. Xohlasangiz zaytun moyi ham bo'lishi mumkin. Hammasini yaxshilab aralashtiramiz. So'ngra 1 choy qoshiq tabiiy asal qo'shamiz va hammasini yaxshilab eritib aralashtiramiz. Qarang, sizda super tabiiy, super sinovdan o'tgan vosita tayyor bo'ldi. Yo'talga, shamollashga, gripp simptomlarini yengillashtiradi. Umuman barcha kasalliklarga qarshi 100% ishlaydi. Sinovdan o'tgan. Kasallik mavsumi yaqinlashmoqda. Eslatib qo'ying, like bosing, kanalga obuna bo'ling, chunki menda minglab foydali maslahatlar bor.